topa olishmayapti. Mana Vakillar to'pni egallab olishdi. Navbatdagi qarshi uyushtirish imkoniyati bor. Andrey Akopyan to'pni hozir qanot bo'ylab o'z yeriga boshladi. Qo'shilov Xvostunov juda yaxshi zarba berish mumkin. Shishelov hozir to'pni oldirib qo'ydi, lekin hujum davom etmoqda. Jeparov Akopyan zarba! Gol! O'yinni o'tkazayotgan Andrey Akopyan raqiblar darvozasiga 5-to'pini kiritdi. Ushbu vaziyatni ko'ring. Server Jeparov to'pni o'z yeriga juda yaxshi qoldirdi. Bu vaziyatda Andrey Akopyan zarba berish uchun noqulay vaziyatda turib Qo'shilov to'pni qarama-qarshi qanotga Anvar Soliyevga yetkazib berdi. Anvar jarima o'yinchisiga yaqinlashib kelmoqda. Uning qarshisida Zivlinskiy. Zarba! Gol! G'alabasini mustahkamlashga muvaffaq bo'ldi. Shu vaziyatni yana bir bor ko'ring. Anvar avvaliga boshqa o'yinchilarga qarab qo'ydi. Endi esa vakillarimizning navbatdagi qarshi hujumlari amalga oshishi mumkin. Anvar Soliyev himoyachilarni ortda qoldirdi. Bu yoqda esa Genrix bo'sh. To'p Aleksandr Genrix yetkazib berdi. Zarba gol! Zaxira o'rindig'imizdagi o'yinchilarni tabriklayapti. Haqiqatan ham Yevropaning o'rtamiyona jamoalardan biriga aylangan Latviya terma jamoasi bugun